Hozir. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Kecha qizim ovqat olib chiquvdi. O'sha kosa bo'shagan bo'lsa berib yuboring. Bugun qizim qo'lini o'ynatib osh qiladi. Osh olib chiqib beramiz. Odamni xijolat qildingiz-da. Hali bozorlik qilmagandim. To'ldirib keyin olib chiqmoqchi edim kosani. Voy shart emas to'ldirish bolam. Olib chiqavering. Hozir 1 minut. Hop. Mana xola kosangiz. Voy. Yuragim sanchib qoldi. Oy, yuragim sanchyapti bolam. Uyda ichadigan dorim bor edi. O'shani olib chiqib bering, ichib olay. Hozir xola. Nima bo'ldi? Oyingizni nazarlari bosib qoldi. Dorilarni olib chiqing. Qanaqa dori? Bilmayman, yurak dorilari bor ekan, o'shani olib chiqing. Oyim yurak dori ichmaydilar-ku. Bilmayman, tezlashing. Oyingiz bizanikidilar. Yaxshi bo'ldi. Oyi, Yaxshi bo'ldim. oyijon sizga nima bo'ldi? O'g'lim, hisobga bera olasizmi? Hozir xola. Oyijon yaxshimisiz? Dori so'rabsiz, dori ichmassiz-ku. Qizim yaxshimi? Ko'rchikni qanaqa yaxshi bola ekan. Yaqinda tanishishni niyat qildi. Sen erki berishim kerak-ku. Voy, oyi, nima deganingiz bu? Nima deb o'ylaydi u bola? Sen jim turki, nima qilayotgan bo'lsin bilaman. Mana xola. Voy, rahmat bolam. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ancha yaxshi bo'lib qoldim bolam. Rahmat. Bu o'g'lim so'raganda aybi yo'q. Nima ish bilan shug'ullanasiz? IT sohasida ishlayman. Ayting. Ko'p topsangiz kerak. Oyi, Yomon emas, yaxshi. Bu uyingizdan rosa to'sib ketibdi. Bitta o'zingiz olib olmasingiz kerak. Agar yordam kerak bo'lsa bemalol. Mana qizim bor. voy, Yordam beradi. Qizim chaqqon hamma ishni o'zi qiladi. nimaga men yordam berishim kerak? Ana, o'zini qo'li bor, o'zi qilsin. Rahmat. Shart emas, o'zim qilaman. Bu gapiraveradi, buni gapiga quloq solmang. Rahmat, keyingi safar kerak bo'lsa aytaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar bu yerda nima qilyapsiz? Sening nima ishing bor? Endi bu mahallada kim nima qilyapti, kim qayerda biladigan odam mana? Bunisini sen bilishing shart emas. Mahallaning 07 agenti. Mayli bolam, biz chiqa qolaylik. Yur qizim. Biror narsa kerak bo'lsa aytarsiz. Qochlari dur. Oyoqdagiga o'ralashma. Xuddi yomg'irdan keyingi zamburug'ga o'xshaysan-a. Aka, pastga. Rahmat. İşimi deydi nima qolsin? Ko'rmayapsizmi? Tozalamayman. Balki uzr so'raysiz. Nimaga men uni so'rashim kerak? Ishimni deydi siz o'tiribsiz. O'zi qizlar bilan qanaqa gaplashishni bilasizmi? Yo'q, qizlar bilan gaplashishni. Bu ketishda gaplashmaysiz. Ha? Biz Nima qilasizlar? O'ynayapmiz. Kim o'ynaysizlar? Qanday yig'il gaplashib, tushilasizlarmi? Hashar. Hashar? Yana qanaqa hashar? Xudoligini qiladigan ish yo'qmi? Yo'ldan qochinglar. Mana deb o'ylaysiz. hisob emas bu. Pastga tushing, hashar. Eh, Qarasang telefon. Hashar kimshon? Qo'shlar, hashar. Ey, oting nima edi? Anu kimni o'g'li eding? Bo'l, anu unuttirib oborgin. Ovor, tez qolib ketyapti. Haqli yo'q. Mani yodingga qolib ketdi. Ha, o'sha qolib ketdi. Mahalla pokiza ozoda bo'lsa,
hammamizga yaxshi. Hashar bitta menikimi? Hammamizniki, xalqniki. Ey, Ha, rahmat olsun. ishxonaga Ish? Qanaqa ish? Bugun dam-ku, hashar-ku. kechirasiz, mani ishxonamda hashari yo'q. Ey!